Başlayalım. Qandaq funksiyani qandaq aniqlaymiz? Bunu o'tgan haftaki darsda buni ishlagan edik. Yana bir qatim takror qilib o'taylik. Qandaq tanıymiz, aniqlaymiz funksiyonlarni def degan bilan. Bu funksiyani Pythonda bir funksiyani aniqlamoqchi bo'lsak, shu def degan so'z bilan boshlaymiz. Qalsanglar buningki rangi o'zgarib ketdi. Nimishqa? Chunki def Python tarafidan maxsus ishlatiladigan so'z. Bundan keyin xohlagan bir ismni bersak bo'ladi. Masalan, qo'shash deydi. Qaranglar. Qo'shash. Qalsanglar buningki yana rangi ko'k rangi o'zgarib ketdi. Chunki Pythonda bir funksiyon tanitmoqchi bo'lsak, aniqlamoqchi bo'lsak, funksiyon rangi o'zgaradi. Bundan keyin bu funksiyon ikki dona argument olsin yoki parametr olsin. X ya y deydi. Mana nima qilsin? Bu funksiyon bu ikkisini to'plab natijasini bersin. Mana return x qo'shiman y ya da x qo'shiman y. Tugdi. Endi biz nima qilamiz? Bu funksiyani sinab qilib boqaylik. Qanday sinaymiz? Mana sinab qilamiz. Qanday chiqiladi? Ikki xil usul bor. Qaranglar masalan, deyli natija. Ko'rdinglarmi? Qora rang bilan chiqyapti. Chunki biz bu yerda oddiy bir o'zgaruvchi aniqlayapmiz. Buningga kimning qiymatini beramiz? Az ilgari tunishgan biz aniqlagan shu funksiyon ismini beramiz. Mana qaranglar, qo'shash. Mana nim bir boqayli, 2 va 3 ni berayli. Yaxshi. Endi nima qilamiz? Bu natijani ekranga yozib boqayli. Qaranglar, print. Mana qarasanglar, print rangi o'zgardi chunki sistemdan kelgan bu nima? Funksiyon. Mana qanday qilamiz? Buni biz saqlab olaylik. Saqla. Nega saqlayman? Mana hujjatlar xolisiga ismini bir beraylik qanday? Qancha hafta bo'ldi? Hafta 5. Hafta 5 deb yozaylik. Bundan keyin dosyaning qo'shimchasini yozib qo'yaylik, adashib ketmasin deb. Chunki Python asha aniqlaydi. Nima qilamiz? Buni ijro qilaylik mana. Qaranglar F5. Qisanglar. Qaranglar mana 5 degan natija chiqdi. Endi yana bir qatim qilib boqaylik. Qaranglar, agar xohlasak bevosita buni chaqirsak ham bo'ladi mana. Qaranglar, print kimo natija. Tamam. Qancha beraylik? 10 va 20 beraylik. Qancha kutimiz? Mana boshlab saqlab o'taylik. Saqlab bo'lib, qanchani? Qaranglar, F5 ni chekdim hozir. Qaranglar, nima xato chiqdi bu yerda? Natija. Albatta, bu bo'lmaydi. Funksiyon ismi nima bo'lgan bu yerda? Qo'shash bo'lgan. Qaranglar mana. Qo'shash. Mana command save. Qancha? F5. Qaranglar mana. Bu yerda 30 ni chiqargan bo'ldik. Endi yana bir qatim ish qilib boqaylik. Qaranglar mana. Men ish qilib o'zimizni ko'chiryaptim hozir. Ko'chirdim. Qanday qilaman? Mana. Ko'chirib oldim. Enter. Yana ish qilmay, mechaplay. Qaranglar. Marketim boshqasan berib boqay. Qancha? 10.4 20.5. Command save yaptım. F5 qildim. Voy, mana 30.9 chiqdi. Bundan gap, bu qo'shashqa mayli intik butun san bo'lsin yoki nuqtaliq san bo'lsin, o'xshashlik ham natija bergan bo'ldi. Nima uchun shunday? Chunki Pythonda bu o'zgaruvchilar siz bergan qiymatga qarab turib, buningki tipi bildiriladi. Masalan, 2-3 butun san bo'lgani uchun butun san chiqdi. Agar nuqtaliq san bergan bo'lsam, nuqtaliq san chiqqan bo'ldi. Endi xohlagan bir san berib boqaylik. Unda buni qatim qanday chiqadi? Qaranglar, 10.5. Anaki 20.5. Mana qancha qildi? Saqlab F5 qildi. Qancha chiqdi? 30.5 chiqdi. Endi so'rashinglar mumkin. Birisi butun san bo'ldi, birisi nuqtaliq san bo'ldi. Nima ish shunday bo'ldi? Chunki Python hisoblagan vaqtida kichik yoki aniqlik darajasi tuyan bo'lgan sanni aniqlik darajasi yuqori bo'lgan sanga o'zgartirdi. Shunga kichik san odatda butun san cho'ng aniqlik darajasi yuqori bo'lgan sanga o'zgartirildi. Natijada 30.5 olgan bo'ldik.
Hem de soruşunlar mümkün. Eğer biz bir yerge başka bir narsa bersek şu. Kana sinap bakayla mana burun satılıp algan edim. Qaranglar bu yerge biz cümle bir bakayla. Qaranglar mana. Deymiz. Qaranglar mana. İstanbul. Ha? Nima bo'ladi? Bu yerge bakayla qanday? Türkiye. Türkiye. Qaranglar comment save qildim. F5 chiqdimi? Qaranglar İstanbul, Türkiye chiqdi. Nimishqa? Chunki endi ikkisiga so'z bergan vaqtimda qanday bo'ldi? Bu bevosita ikkisini so'zga stringga o o'zgarguvchini jumlaga aylantirdi, natijasini bergan bo'ldi. Hamda yana bir qator mashq qilib qanday mashq qilamiz? Mana qilib boqaylik. 10 bo'lsin, endi macho. Mana bo'lsa. Albatta, benim chiqdi bu. Qaraysizlarki, bu yerda cho'qim qanday xato natija chiqishi kerak bu yerda. Xato. Mana xato chiqdi. Mana comment save F5 ko'rinami? Mana. Nimishqa? Chunki integer bilan qanday butun son bilan bunda jumla qo'sha olmaysizlar. Shunga bu xato. Buni sizlar bunda xato qilmasliginglar kerak. Buni qanday qilmaylik? Izohlab buni yo'qotaylik. Mana endi command save F5 ishlamdi. Albatta buni to'g'ri ishlaydi. Endi biz nima ish qilamiz? Bir tane bir tizimlik olgan bir funksiyani yozaylik va bu funksiya bu tizimlikdagi sonlarningki o'ttirchi qiymatini bizga hisoblab bersin. Bunda bo'lsa bir tane izohlik deydi. Bunda bir tizimlikni deymiz parametre deb algan bir funksiya.